Assalomu alaykum. Soatimiz ertalabki 6 bo'lyapti. Soat 11 da kelganmiz kechqurun. Bu yerda 10 ta 20 ta mashina emas, naqd 70 tadan oshiq Labo Changan avtomobillar uchun servisdan taqib berdik. Sababi bu mashinalar kunduz kuni ishda bo'lgani uchun kechqurun qilib berish dogovorni qildik, xohlasa bitirib berdik. Kelganimizda qiziq holat bo'ldi. Bizning mashinalarimiz rasmini qo'yishgan, reklamalar bizning reklamalarimiz bo'lgan, faqat telefon nomeri boshqa bo'lgan. Shu nomerga qilishgan, bolalarni chaqirishgan. Ular yengil mashinada damkrat ko'ruvchi bilan kelib, xudo xolasa ishlarni bitirib beramiz deyishgan. Okalar aytishgan, qani katta mashinalar deyishganda, bizlar qo'ygan degan bahona qilishgan. Xullas, o'zimizga aloqa qilishdi, keldik, hamma ishligini shu yerda bitirib berdik. Bizning nomerlar mana shu. Xudo xolasa 24/7 xizmat etamiz. Bemalol aloqa qilish olasizlar. Mana shunaqa yolg'ondan reklamalarni qo'yib, bizning brendimizdan foydalanib ish qilayotganlar ham bor ekan. Allohning o'zi kifoya qilsin hammasiga.